Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Xurshida, Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti logopediya yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Bugungi darsimizning mavzusi logopsixologiya va psixologiya fanining rivojlanish tarixi haqida bo'lib o'tadi. Mavzuyimizning rejalari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi reja bu logopsixologiyaning kelib chiqish tarixi. Ikkinchi rejamiz logopsixologiyaning maqsad va vazifalari. Uchinchi rejamiz korreksion ishlarining olib borilishi haqida batafsil har bir rejaga batafsil ravishda to'xtalib o'tamiz. Birinchi rejamizga asoslangan holda logopsixologiya haqida umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ya'ni logopsixologiya bu maxsus psixologiyaning bir bo'limi hisoblanadi. Maxsus psixologiya esa o'z navbatida umumiy psixologiyaning bir bo'limi hisoblanadi. Ya'ni umumiy psixologiyaning ma'lumotlariga tayangan holatda ish olib boriladi. Ya'ni umumiy psixologiyada qo'llaniladigan metodlar, tadqiqot metodlari, usullari yoki vazifalari yoki bo'lmasa o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini logopediyaga moslashtirilgan, ya'ni nutqida nuqsoni bor bo'lgan bolalarga moslashtirilgan holatda olib boriladi. Logopsixologiyaning rivojlanishi o'z navbatida psixologiya fanlarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Logopsixologiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi. Logopsixologiyaning boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq ravishda bo'ladi. Nutqiy buzilishlarni korreksiyalash va ularning oldini olish shug'ullanishda nutq buzilishlar simptomatikasini bilish, nutqiy faoliyat tizimida nutqiy bo'lgan va nutqiy bo'lmagan belgilarni aniqlashda va bundan tashqari bolaning rivojlanish bosqichlarini, psixomotor holatlarini, emotsional holatlarini chuqur tadqiq qilishga asoslangan fanlar bilan aloqador hisoblanadi. Logopsixologiya fani birinchi navbatda psixologiya fani bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, logopsixologiya bu umumiy psixologiyaning negizidagi bilimlarga tayangan holatda rivojlanib boradi. Ikkinchi o'rinda esa bu pedagogika fanlari, ya'ni defektologiya, korreksion pedagogika, tiflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika va boshqalarga kiritishimiz mumkin hisoblanadi. Logopsixologiya bundan tashqari keyingi o'rinda nevrologiya sohasi yoki bo'lmasa fizioterapiya kabi yo'nalishlar bilan, tibbiyot yo'nalishlari bilan o'zaro chambarchas bog'liq hisoblanadi. Chunki logopediyaning asosini, ya'ni uning negizini tibbiyot tashkil qiladi. Barchamizga ma'lumki, nutqiy nuqsonlarning ko'pchiligi deyarli barchasida tibbiy jihatdan ortda qolishning yuzasiga kelib chiqadi. Shu sababli logopsixologiya fanini biz chambarchas ravishda tibbiyot fanlariga bevosita bog'lashimiz mumkin hisoblanadi. Tibbiyot fanlari deganda, misol uchun qanday tibbiyot fanlari, ya'ni bunga bolaning umumiy individual holatidan kelib chiqqan holatda qo'yiladigan tibbiyot fanlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Misol uchun terapiya fanlari yoki otorinolaringologlar yoki bo'lmasa o'sha okulyarlar, ya'ni bolaning barcha sensomotor xususiyati bilan shug'ullanuvchi yoki bo'lmasa pediatrlar kabi shifokorlarni misol qilib keltirishimiz mumkin hisoblanadi. Logopsixologiyani tadqiq qilishda, ya'ni o'rganishda bir necha bosqichlarni bosib o'tadi. Ya'ni bu pedagogik bosqich, psixologik bosqich yoki umumiy bosqichlar bo'lishi mumkin. Logopsixologiyada pedagogik bosqich eng asosan birinchi o'rinda rus olimi Xavatsev, Rao, Pravdina va boshqa olimlarning klinik tasnifiga o'zgartirishlar kiritadi. Natijada bir shaklga kiruvchi nutqiy buzilishlar haqidagi tasavvurlar sezilarli darajada o'zgaradi, lekin o'zgarishlar klinik terminologik apparatlarning o'zgarishlariga olib kelmaydi. Tushuncha va terminlar tibbiyot, logopediya
qo'llanadigandek bir xilligicha qolaveradi. Ya'ni biz tibbiyotda yoki bo'lmasa umumiy psixologiya sohasida qo'llaydigan terminlarimizni logopsixologiyaga kelganda ularni terminini o'zgartirishimiz shart emas. Ya'ni uni bolaga yoki o'tayotgan metod texnikamizga moslagan holatda olib borsak ham bo'ladi. Keyingi o'rinda Pavlov tomonidan o'sha logopsixologiyada birinchi va ikkinchi signal sistemalarining qanday rivojlanishi, ya'ni logopsixologiyaning umumiy psixologiyaning yoki maxsus psixologiyaning rivojlanishida Pavlov tomonidan e'tirof etilgan birinchi, ikkinchi signal sistemasi va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik haqida ko'rib chiqamiz. Pavlovning ta'limotiga ko'ra birinchi, ikkinchi signal sistemalar o'rtasida o'zaro ta'sir haqidagi shartli reflektorlikka, aloqalarning shakllanish qoidalari haqidagi nazariyalarni, anaxonik funksional tizimlar haqidagi Pavlov ta'limotiga muvofiq nutq bosh miyaning murakkab psixofiziologik funksiyasi, uning ikkinchi signal tizimi esa o'zida namoyon bo'ladi. Bu esa signallarning signali sanaladi. Birinchi va ikkinchi signal sistemalari bir-biri bilan uzviy bog'langan hisoblanadi. Ikkinchi tizim birinchisini aslo shakllantirmaydi kabi qarashlarni ilgari surgan hisoblanadi. Ya'ni bu Pavlov tomonidan bu logopsixologiyaning rivojlanishidagi, umumiy psixologiyaning rivojlanishidagi bir bosqich sifatida qarasak ham bo'ladi. Bundan tashqari logopsixologiya fani o'z rivojlanish bosqichlarida to hozirgi kunga kelgunga qadar ham o'z oldiga bir necha maqsadlarni qo'ygan. Bunga misol qilib maqsad vazifalarni qo'ygan. Bunga vazifalarga misol qilib birinchi o'rinda nutq buzilishlarining turli shakllarida nutq faoliyatining antogenezini o'rganish, keyingi o'rinda nutq buzilishlarning keng tarqalganligi, alomatlari va ularning darajalarini aniqlash, nutq faoliyatini buzilgan bolalarni o'z-o'zidan va atrof muhitdan, shuningdek nutqiy zaifliklarni ularning shaxs sifatida yetishuviga, ruhiy rivojlanishga, turli ko'rinishdagi faoliyatlarni namoyon qilishga, o'zlarini tutishlariga ta'sirini aniqlash, rivojlanishda turli xil farqlar bo'lgan bolalarni eshitib ko'rish, fikrlash qobiliyati hamda tayanch harakat apparati tuzilishini, holatlarini, nutqiy shakllanish va nutq buzilish xususiyatlarini o'rganishdan iborat hisoblanadi. Nutq buzilishlarni o'rganishda asosan logopsixologiya fani o'z oldiga yuqoridagi maqsadlarni qo'yib olgan, yuqoridagi vazifalarni qo'yib olgan. Logopsixologiya fanining asosiy maqsadi bu aslida ham umumiy psixologiya adabiyotlariga, bilimlariga tayangan holatda nutqida nuqsoni bor bo'lgan bolalar yoki bo'lmasa shaxslarning psixologik holatini, shaxs sifatidagi xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan vazifalarni o'z ichiga oladi. Bu vazifalarning qay darajada samaraliroq bo'lishi yoki bo'lmasa bolalar uchun qo'llanishini yosh chegaralariga nisbatan olsak bo'ladi. Shundagina biz maqsad vazifalarini yoki bo'lmasa qo'llaydigan metodlarimizni bolaning yosh jihatdan inobatga olgan holatda va bundan tashqari uning individual holatini inobatga olgan holatda qo'llasakkina biz samarali natijalarga erishishimiz mumkin hisoblanadi. Misol uchun bolalarda yoki kattalarda o'sha vazifa va metodlarni qo'llashimizda asosan hayotda qaysi faoliyatda ketayotganligiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun maktabgacha yosh bolalar asosan ular o'yin faoliyatida hisoblanadi. Ularning hayotidagi birinchi faoliyat bu o'yin faoliyati hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holatda bolalarga mashg'ulotlarni o'yin orqali o'zlari bilmagan holatda bajarishlari talab etiladi. Chunki agarda bolalarga qattiqqo'llik yoki bo'lmasa nimanidir sistemalashgan tarzda talab qiladigan bo'lsak, u ularni tez zeriktirishi, logopeddan o'zini olib qochish va korreksiya jarayonini ham uzoq vaqtga cho'zish yoki bo'lmasa umuman korreksiya jarayonining ijobiy bo'lmasligiga olib kelishi mumkin hisoblanadi va hokazo. Keyingi davrlarda, ya'ni maktab davriga o'tgandan so'ng birinchi faoliyat bu o'qish faoliyati, keyin ikkinchi o'rinda o'yin faoliyati va hokazo davom etib ketishi mumkin hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holatda biz
bolalarga metodlarni moslashtirishimiz mumkin hisoblanadi. Bu ham logopedning pedagogik, psixologik mahoratiga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni bolalarni o'ziga jalb qilish va bolaning individual holatidan kelib chiqqan holda unga kerakli bo'lgan metodni kerakli bo'lgan vaqtda qo'llay olish, bu logopedning o'zining pedagogik, psixologik mahoratiga bog'liq hisoblanadi. Shunday qilib, nutq buzilishlarni o'rganish va tuzatishda komplekslilik tamoyili muhim o'rin tutadi. Ya'ni biz nutq buzilishlarini psixologik tarafdan o'rganishda va ularni tadqiq qilishda, tuzatish ishlarini olib borishda bir necha tamoyillarga asoslangan holatda olib borilamiz. Bularning eng keng tarqalgani va eng yaxshi samara beradigani bu komplekslilik tamoyili muhim o'rin tutadi. Nutq buzilishlarini o'rganish, ularni tuzatish jarayonida anomal bolalarning rivojlanishi umumiy o'ziga xos qonuniyatlari hisobga olish muhim hisoblanadi. Rivojlanish tamoyili, shuningdek, bolaning yaqin rivojlanish doirasida o'rin olgan va ma'lum vazifalar, qiyinchilik bosqichlarini, logopedik ish jarayonini ajratish ham ko'zda tutadi. Nutqi buzilgan bolalar va ularni tekshirish, shuningdek, ular bilan olib boriladigan logopedik ishni tashkil qilish bolaning yetakchi faoliyatlari, ya'ni predmetli amaliy o'yinni tashkil qilishga qaratilgan bo'lishi kerak hisoblanadi. Tuzatish bu logopedik ta'sir metodikasini ishlab chiqish va nutq shakllari, vazifalarini namoyon bo'lish izchilligini, shuningdek, bolaning ontogenezi, noontogenetik tamoyillar, faoliyatning turlarini hisobga olgan holatda olib boriladi. Nutq buzilishlarining paydo bo'lishi ko'p hollarda biologik va ijtimoiy omillarning o'zaro murakkab ta'sir sifatida bog'langan omil hisoblanadi. Nutq buzilishlarini samarali logopedik tuzatish uchun bizning har bir alohida ravishda bolalar bilan alohida ravishda, individual ravishda shug'ullanishimiz ko'proq talab etiladi. Nutq buzilishlarining etologiyasi. Nutq buzilishlarining etologiyasi, ya'ni nutq buzilishlarining etologiyasi bosh miya jarohatlanishining o'z o'rni borligini eramizdan avvalgi 4000 yil oldin Gippokrat tomonidan aytib o'tilgan bo'lsa ham, buning haqiqiy ilmiy tasdig'i 1861-yilda fransuz shifokori Pol Broka tomonidan bosh miya nutq markazi mavjudligi va bu markaz jarohatlanishi nutq buzilishini keltirib chiqarishi mumkinligini ko'rsatib bergandan so'nggina beriladi. Xuddi shunga o'xshash kashfiyot 1874-yilda Vernike tomonidan ham amalga oshiriladi. Nutq tushunishda bosh miyaning qobig'ining o'rab orqa bo'lagida katta rol o'ynaydi. Bu qismda begona nutqni qabul qiladigan jarayon, ya'ni nutq eshituv qismi joylashgan degan fikr bildirgan. Nutq buzilishi etologiyasi masalasi 20-asrning 20-yillaridan jadal ishlana boshlanadi. Bu yillarda tadqiqotchilar ilk bor kelib chiqish sabablariga qarab nutq buzilishlarini tasniflashga urinishgan hisoblanadi. Dobragayev 1922-yilda nutq buzilish sabablari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatadi. Bu birinchisi oliy nerv faoliyatining kasalliklari, ikkinchisi anatomik nutq apparat patologik o'zgarishlari, uchinchisi bolalikda tarbiyaning yetishmasligi, to'rtinchisi organizmning umumiy nevropatik holatining yaxshi emasligi. Bu asosiy nutq nuqsonlarini keltirib chiqaruvchi sabablar hisoblanadi. Ayniqsa oliy nerv faoliyatining kasalliklari bu nutq nuqsonini keltirib chiqarishning eng asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, nutq nuqsonini keltirib chiqarish sabablariga o'sha homiladorlikda bo'lgan 3 davr, ya'ni natal, perinatal, postnatal davrlarda onaning umumiy holati bolaga ham ta'sir qilishi, ya'ni onaning umumiy holati ijobiy bo'lsa, bola ham ijobiy ravishda rivojlanishi, agarda salbiy oqibatlar ko'p bo'lish yoki ovqatlanishda yoki bo'lmasa stress holatlariga ko'p tushish yoki kerakli bo'lgan uziy tekshiruvlardan o'z vaqtida o'tmaslik ham nutqiy nuqsonlarni va bundanda og'ir bo'lgan nuqsonlarni ham keltirib chiqarishi mumkin hisoblanadi.
Quyida foydalangan adabiyotlar berilgan, ya'ni ushbu slaydimizni tayyorlashda foydalangan adabiyotlarimiz bular umumiy psixologiya, maxsus psixologiya va Mukarram Ayubova tomonidan yozilgan logopediya kitoblaridan foydalangan holda yuqoridagi ma'lumotlarni taqdim etdim. E'tiboringiz uchun rahmat.